Yaxshimisiz? Sizlarning suv to'liqlaydigan ishlar davolashinglar bormi? Ya, bizning mejerga o'ta turist kelibsiz. Bunalarni ko'rsangiz, bizning bet terisini ajralantirish және bet terisining sug'uramini to'xtab өнімдерімізді kelgan edi. Ko'rasiz, foydalanib mына жақта. Bo'ldi. Мойныңыздың қандарын жүргізсе, мойынға әжім түспейді. Одан кейін және ұйықтаған кезде де ұйқыңыз өте жақсы болады. Ал енді сіздің беттеріңіз өте құрғақ болғандығы себепті, сіз егер VIP-шыға кірсеңіз, мына аспапты істесек, бұл аспап өте жақсы пайдалануға болады. Yo'q, men faqat yuzimga suv to'liqlay degandim. Ондай болса, бүйтетін болсаңыз, мінекей мына жерде беттің су құрамын толықтайтын бет ажарландыру жапсырмасы бар. Бұл ажарландыру жапсырмасы өте жақсы. Бұның тәркібіде не бар? Мынаның ішінде не бар екенін мен білмеймін, бірақ Мен демекçi onun süper tekşirsin ötkenmi? Bu hazır yüz çaplığından meseleler çıkmışlar, əks təsiri uçuratqanlar bək köp. Ya, dұрыс айтасыз. Şu anda əks təsiri болмайдығанды? Өте жақсында өзің істетіп көріңізші. Барлық адам істетіп жүр осыны. Əks təsiri болмаса шілтіп бақай. Ya, онда істетіп көрейік, ә? Бетіңіз әдеміленіп, суғырам толықтанады бетіңіздің, е? Неке беттеріңіз ажарланып болды, енді қанеке беттерің. Neyim болды yüzüm? Сіздің беттеріңіз өте құрғақ екен, оның үстіне беттеріңіз сезімтал болғандықтан өсіп қалды. Қандақ әсілге келді, бүтінлей өзгеріп кетті ғой. Қандақ талағы шыққым әмді. Ондай болса біздің VIP-мізді бітіреді. Неме VIP? Ба қандай ашыны мәсіләге? 遇到这种情况，请不要担心，我们时刻在您身边。 Ендеше бетіңізге ажарландыру жапсырмасын жапсыра берсем бола ма? Bunun tərkibində nə bağlığını biləmsiz? Білмейді екен онша. Ой, оны білем ғой, оны білмесем қайтып болады. Неке, оны білмесе қайтып болады, дұрыс па? Білеміз оны. Бет ажарландыру жапсырмасын жапсырып қойдым. Егер енді бізге VIP-міз қосады. VIP-міз қоспасаңыз да болады. Қоспасаңыз да бетіңіз жақсыланып, әдеміленіп ажарлана береді. Lazım. Assalamu alaykum efendim. Yaxshimisiz? Qanday tomoq yeysizkin? Polodan birini. Tavuk suyu bo'lsin. Oldu. Rahmat. Efendim, poloğunuz da yapın. Rahmat. Lazım. Bege. Efendim? Bir saatini qo'yib berchi. Bo'ladi. Sizdan iste'mol qilgan polo 25 yuan, tavus şerbeti 20 yuan, jami 45 yuan bo'ldi. Lekin efendim bizniki ma ustalamizniki eng tovan cheklimisi bor, iste'mol qilish cheklimisi bo'ldi. Shunga sizga tavsiyam boshqa tomoqlarni buyurtib yegan bo'lsangiz. To'xtang. Men yana nimani buyurtishim kerak? Necha pul sizlarni? 300 yuan. O'sha bir ustalni ekan 300 yuan. Sizningcha mushu 300 yanga yetkazish uchun men ashu buyurtgan tomoqlarni yeb bo'la olamanmi? Endi bizning oshxonamizniki o'zining bekitib bergan qoidasi edi. Buni nima ish qilganda boshda tomoq buyurtishdan burun demaysizlar menga. Endi sizni poloni iste'mol qilib bo'lgan ekan boshqa tomoqlarimizni zakaz qilamiz. Boshliqingizni chaqiramsiz. Shu endi Ashu boshqargan adamingizni chaqirib bering. Bo'ldi. Biz amaylan birlikka ekan. Biraqli qo'shib hisoblab olsangiz bo'ldi. Endi sizlarning eng tuvan iste'mol chekanlarga yetganda. Qara efendim, eng tuvan iste'mol chekimiz faqat bir ustalga qartilgan. Bular balkim qarshi tarafdagi ustalning mehmonlariga deyman, ha? Mo qiziqmi sizlar? Bundaq masalaga yo'liqqanda hargiz ansirmang. Biz har vaqt sizning yoningizda. Endi qilgan gapingiz ne? Beklashgan ekansiz, shunga sizga nimalarga gapib qo'ygan men abay. Ha, Antoine iste'mol cheklimiz-chi? Yo'q. Unda ish yo'qmi-te? Ya, men sizga Antoine cheklimiz dedimmi? Yo'q, polodan 25 yuan bo'lib ekan. Tavuk şerbetidan 20 yuan bo'lib ekan. 45 yuan to'lab beribman, ichkasangiz bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshiman. Telefon alamdan ekan? Telefoningiz zararli o'chirmoqchidim, bormi? Bor. Bizniki shu zavodda o'zidan chiqqan ekan shu. Asl nusxasi. O asli qachalarimiz aka bu saxta emas. Saxta bir narsa yo'q. Bizda mana jalg'an bo'la qolsa, biriga 10 ni to'laymiz. Bu do'konning shuvari bor.
Xotirjam ishlatding, ha? Biz yolg'on satmaymiz ekan biz bu yerda. Bu qancha pul? 290 ko'y basing bo'ldi ekan. Bunda qimmat emas to'g'ri. Ya men zavod asli bo'lgandan keyin endi shu qimmat shuni ashtarib chiqdi endi. Bo'ldi. Ma'qul. Dostum. Oh. Yaqinni bog'i o'rasiz. Ha. Axborot xabarlarda shu zaryadlik ishning saxtligi, to'xtatgandan keyin hozir patlab ketdigan deganda xabarlarni bachiq ko'p anglab ketdim-ku men. Shunsan xotirjam bo'lamayapman. Mishadi bir sinab qolchimi shuni hozir. Ama dedim saxta emas deyapmiz zavod. Asli nasli bu. Sinab boqmamdiq. To'xmi yo'q. Bor ekan-ku. Ma'qul men sinab beray. Ha, bo'ldi. Saxt ekan bu hozir saxt emas degandingizga. Bo'ldi, pulni qaytarib olgan ketib olmayman. Ya biz pul qaytarib bermaymiz. Biz abay degan 10 ni to'lab beramiz deb. O 10 saxta zaryadlik ishni qanday qilma? Mana. Ya, bo'ldi. Pul qaytarib bersangiz. Ya pul qaytmaydi bizdan. Nima ish qaytarmaydi bu, nima ish qil? Qaytmaydi shu bizniki biz prinsipimiz o. Men hozir pul to'lgan to'sam hozir. Nima ish qildi bu? Bundaq maslik yo'liqqanda hargiz ansirmang. Biz har vaqt sizning yoningizda. Qaytmaydi o. Maui, nasıl baba? Lazımaz kilersiz baba sen. Tas kaldı ya. Yaxshimisiz doktor? Voy, yaxshimi? Iliqi men doim setib olgan salomliq mahsuloti kelgan edi. Ba, mush angoqdi. Ah, mana. Ha, mana bor. Ha, mushu. Bir qancha doktorxona dorixonaga kirsam, ishni yo'q. Bek yaxshi men mashina olay. Turing. Bizning ma'qul miyada maxsus sizlar uchun so'qqan bir dori bor. Dorka bu. Bu saqlamlik yemak. Ma'am endi koizm Q10 ni to'liqlaydi-ku. Ma Q10, Q11, Q13, Q14 hammasini to'liqlaydi ma. Bek oshirvatdingiz. Voy, mushu putdan boshlab boshqacha jimmi kasalini davolaydi. Masalan, sog'lomlik mahsuloti bo'lgan bilan garchi bu putburash, qapan siyqirash, revmatizm, bo'g'im yolliqi, böğrek, belog'rish. Voy, bor, yo'l siyqirash, tas bo'shligi, jigarni mayqaplab ketish, o'sh barmoq ucha yolliqi, o'pkini suvib besavlash, kekirdak og'rish, eg'iz, burun, ko'z, quloqdagi hamma kasalliklar. Undan boshqa shu cho'ng mingga qon yetishmaslik, chochmi chiqirib jumama va. Bek oshirvatdingiz doktor. Bu sog'lomlik mahsuloti degan salomatlikni yaxshilaydigan yoki odamning immun iqtidorini kuchaytirib, kasal bo'lishning oldini oladigan, undan boshqa har xil vitaminlarni, badandagi ozuqliklarni to'liqlaydigan bir mahsulot. Faqat mana shuni vaqti-vaqtida to'liqlab bo'lsa, immun iqtidori yaxshi bo'lib, undan keyin kasal bo'lmaydi. Hozir siz buni bek iqtidorli bir dori deb aytdingiz, men mashina setib olay. Yo'q, ishining uydagilar cho'qim mana og'rib qoldi damam bir kuni. Ya undaq og'zingizni ushsangiz bo'lmaydi, uydagilar hozir sog'lom tursa. Meyli amsangiz buni aşı kuyimchan baliq setib-atgan. Magipingiz faqat qamlashmidi doktor. Turing. Uningdan boshqa mani ishgan bilan tugmaydi-ku. Ma to'g'ri bor. Mani pilla qo'shapchisi udulla bordi bag'on. Mani qo'shapchisi. Ketsa mani yebetsin. Mani qo'shapchisi. Mani keyin qo'shapni mani yetadigan bo'lsa, tal tutkuz. Aqanda men degan akitdan choch hamma yo'q edi. Men faqat asl bo'shinli deb kelgan. Diqqat qilsam hozir bu belgimi yo'qki bu Davlatlik yemeklik dori nazorat boshqarish bosh idorasining tamg'isi besilsa, uningki biz buni sifatlik, ishonchlik dori deymiz. Uning ustiga vaqt o'tgandekmi qilamdi buniki qarab. Vaqtini o'zgartgan oldu. Ko'kshatgani biz sizalaymiz deb sizbasam. Ay. Buni biz bo'ldi qilaylik. Men mashina setib olay, bo'ldi. Rahmat sizga. Unda bo'lsa, meni sotib olmaydi. Meni olsangiz, meni hammasi birga mangadigan dori-ku. Bu nima gap? Meni olmasangiz sotmaydi. Bek oshirvatdingiz. Bundaq dori setish nadi bor? Осындай ақвалға кезіккенде алаңдамаңыз, біз әрқашан сіздің қасыңызда боламыз. Ha, әмді маны оқып еқіңа? Нөчі олсаңыз андан бір зорлап сетіп еқіңа? Найт, тайыны жоқ.
Assalomu alaykum, men Abdukarim Ablis. Tangirtog' rayonluq savdo sanoatini ma'muriy boshqarish idorasi shuni eskartadiki, barliq tijoratchilar aniq holda qonun bo'yicha iste'molchilarning huquq manfaatini qo'llash kerak. Assalomu alaykum, men Abdullah Abdurahim. Tangirtog' rayonluq savdo sanoatini ma'muriy boshqarish idorasi shuni tavsiya qiladi-ki, savdo setiqda rostchil va samimiy bo'lish, qonun bo'yicha tijorat qilish har bir korxonachining o'rtaq jamiyat mas'uliyatidir. Assalomu alaykum, men Nig'mat Rahmonman. Iste'molchilarning qonun manfaatini qo'llash hammalarning mas'uliyati. Mal sotib olganda talon elishni unutmang. Iste'molchilarningki huquq manfaatini qo'llab inoq jamiyat barpo qilaylik. Men Tarat Xoliq. Yolg'on soxta tovarlarga zarba beraylik. Iste'molchilarning manfaatini qo'g'daylik. Men Jungo basketbol komandasining a'zosi Shiralijon.